surildi. Bugun mamlakatimiz yoshlari uchun yana bir muhim maydon. Talaba Expo 2026 kasb ko'rgazmasi poytaxtimizda o'z ishini davom ettirmoqda. Ayni jarayonlardan muxbirimiz Azima Qiyosova jonli efir orqali xabar berishga shay turibdi. Azima, marhamat, so'z sizga. Rahmat Shahnoz opa, talabalar shaharchasidamiz. Talaba Expo 2026 kasblar ko'rgazmasi qizg'in o'z ishini davom ettiryapti. E'tibor bering, bu yerda Toshkent shahri va Toshkent viloyatidagi 96 ta oliy ta'lim muassasalarining bitiruvchilari hamda mamlakatdagi 700 dan ziyod yirik korxona tashkilotlarining vakillari bir maydonda jam bo'lishyapti. Muloqot maydoni yaratilgan. Ular ochiq muloqot qilyapti. Talabalarning qiziqishi, intilishi, yangi tashabbuslari, yangi loyihalarni o'rganishyapti. Ularning yo'nalishlari bilan qiziqishyapti va o'zlarining yangi ish o'rinlarini, vakansiyalarni ularga taklif qilishyapti. Bu juda katta tashabbus. Aynan davlat rahbarining tashabbusi bilan bugun bu mamlakatning barcha hududlarida keng quloch yoydi. Kengroq ma'lumotni biz Kelajakka qadam markazi rahbaridan olamiz. Assalomu alaykum, Elmurod aka Hoshimov. Elmurod aka, buning o'ziga xos, bu platformaning o'ziga xosligi, ahamiyati haqida ma'lumot bering. Rahmat, xabaringiz bor. Davlatimiz rahbari oliy ta'lim tashkilotlari bitiruvchilari bandligiga ko'maklash bo'yicha mutlaqo yangi tizim qilish va Kelajakka qadam dasturini amalga oshirish uchun Oliy ta'lim fan va innovatsiyalar vazirligi hamda o'z milliy bankka topshiriq bergandilar. Mana 2-yildirki Kelajakka qadam dasturi butun barcha hududlarda barcha oliy ta'lim tashkilotlarini qamrab oldi. Bu yerda bandlikning asosiy yo'nalishlari tadbirkorlik g'oyasi bo'lgan bitiruvchilarni qulay shartlarda moliyalashtirish g'oyalarini va ikkinchi yo'nalish aynan ularni o'z mutaxassisligi bo'yicha ishga joylashishga ko'maklash hisoblanadi. Shu maqsadda mana 2 yildirki an'anaviy tarzda Talaba Expo tadbirlari bo'lyapti. Bu 8-tadbir joriy yil hisobidan oladigan bo'lsak, Toshkent shahri va viloyatini 96 ta oliy ta'lim tashkiloti bitiruvchilari qatnashadi. Qamrovda demak 100 mingga yaqin bitiruvchilarni ishtirok etishini kutyapmiz. Bu yerda boya aytganingizdek 700 dan ortiq ish beruvchi, 10 mingdan ortiq vakansiyalari bilan, ish o'rinlari bilan qatnashyapti. O'ylaymizki, biz bundan maqsad mana yaqinda prezidentimizga taqdim qilinganda rektorlarning mas'uliyatini karrasiga oshirish hamda oliy ta'lim bitiruvchilari bandligiga mas'ul hisoblangan Milliy bankda demak yangi yo'nalishlarini belgilab berganlar vazifalarni shu vazifalarni ijrosi uchun bu tashkil qilinyapti. O'ylaymizki, bu juda foydali bo'ladi bitiruvchilarga. Toshkent shahri va viloyatining bitiruvchilari demak aniq o'z mutaxassisligi bo'yicha kasbga ega bo'lishini ta'minlashga harakat qilamiz. Rahmat Elmurod aka, haqiqatan ham bu yoshlar baxtli yoshlarda. Ular diplomi bormi? Ular oliy ta'lim muassasasini bitirdimi? Mana sizga ish deb taklif bildirayotgan tashkilot rahbarlari bilan muloqot qilyapti. Yangi ish o'rinlari taklif etilyapti. Tasavvur qiling, 10 mingdan ziyod vakansiyalar bu yerda taklif etilyapti. Jarayonlar qizg'in. Biz bu bo'yicha keyingi dasturlarimizda yana to'liqroq ma'lumot beramiz. Shahnoz opa. Rahmat Azima. Demak, yana sizdan qiziqarli ma'lumotlar kutib qolamiz. Dasturimiz esa davom etadi.